Xiva Elektroset Dehqon bozori 82 magazinda ishini trenddagi xo'shroq yo'naklar, yana o'smir qizlarimiz uchun shunday xo'shroq yo'naklar 140 ming so'm atagi azizlar. Yana qarang, arqangizdan aylanib ko'rsating. Dim xo'shroq yana. Dim yarashib turadigan yo'naklar qizlarjonlarimizga. Kelaverasizlar. Sultan kalanam har xillari bor. Jinsilarni, yana ko'rib turganingizdek, hajanalar uchun ham tovarladim ko'p, bir-biridan xo'shroq. Yana yenglar ham, uzun bo'ylar ham uzaytib ishlangan. Poplin yo'naklar ham bor. Xiva Elektroset Dehqon bozori 82 magazinda shunday xo'shroq yo'naklarga ham shunday xo'shroq, shunday sifatli, bahosi 350 ming so'm, tovari muslim tovar. Bularni xillari ko'p, ranglari ko'p. Bir xil modellari, shunday yenglar ham, uzun bo'ylar ham uzaytib ishlangan bo'lsa, yana bir xillari yana kofta ham yubka ishlangan. Yana ko'rishlaringiz mumkin. Yozda giymakka dim udobniy kiyimlar yana. Muslim kiyimlari yana. Bu göğnek bilan dvoyka yana bu göğneki bo'lsa, endi rubashkasi bilan ishlangan xillar ham bor. Yana bularning ham ranglari bor, bir-biriga o'xshamaydigan modelda göğneklarimiz bor. Kelaverasizlar.